Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan murakkab funksiya xoslasi mavzusini o'tamiz. Va yaxshilab qarab turasizlar, qanaqa misollar bor ekan ko'rib o'tamiz. Tushunarlimi? Xo'p, demak, birinchi misoldan boshlab ishlashni boshlaymiz. Xo'p. Nima qilish kerak bular o'zi? Like bosish kerakmi? Ha, mavzu uchun oldin like bosish kerak-da. Ha? Obuna ham bo'lish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, murakkab funksiya hosilasi. Xo'p, bu yerda mamlaq qilinadi. Darajadan 1 ayriladi. Daraja oldinga tushib keladi. 2x plus 1 ni 99-si. Bitta kulchovoy narsasi bor. Ichkaridan ham hosil qilib ko'paytirishing kerak. 2x plus 1 ni hosilasi nimaga teng? 2. O'shancha 2 ga ko'paytirasan. Demak, javob shunda 200 ko'paygan 2x plus 1 ni 99-darajasi bor. Tushuntira oldimmi? Ichkaridan ham hosil qilib ko'paytiriladi. Mana. Keyingi misolda ham xuddi shunaqa. Demak, 120 ko'paygan 1 minus 3x ni 119-si ko'paygan ichkaridan hosila minus 3 ga teng. Shunda minus 360 ko'paygan 1 minus 3x ni nechinchisi bo'ladi? 119-darajasi bo'lar ekanda. Tushuntira oldimmi hammaga? Yaxshi, keyingisi ham xuddi shunaqa. Bu bizaga bilamizki 6x plus 1 ni nechinchi darajasi? 7 taqsim 3-darajasi. 7 taqsim 3 oldinga tushib keladi. 7 taqsim 3 ko'paygan 6x plus 1 ni darajasi 1 ni ayirsak necha bo'ladi? 4 taqsim 3. Ko'paygan ichkaridan hosila 6 ga teng. Shunda bu bilan bu qisqarib ketsa 2. 14 ko'paygan 6x plus 1 darajasi 4 taqsim 3 ekan. Tushuntira oldimmi? Savollar bormi? Yo'qmi? Xo'p, keyingisi. Xo'p, buni qanday ishlaymiz? 500x plus 1 darajasi 500 1 taqsim nima? 500. 1 ni ayiramiz, o'zi tushib keladi. 500 1 taqsim 500 ko'paygan 500x plus 1 darajasi 1 ni ayirsak 1 taqsim nima bo'ladi? 500. Ko'paygan ichkaridan ham hosil olamiz nechaga? 500 ga. 500 bilan 500 qisqarsa 501 500x ko'paygan 1 taqsim 500 chiqadi. Mana misol. Tushunarlimi? Keyingisi. Xo'p, keyingi misolimiz. Demak, bu 1 minus 3x darajasi necha? 1 taqsim 3. 1 taqsim 3 oldinga tushadi. 1 minus 3x darajasi minus 2 taqsim 3 bo'ladimi? Ko'paygan yana necha bo'ladi? Minus 3. Bu bilan bu qisqarib ketsa minus Ha, 3 taqsim 2 bo'ladi. Mana bu yermi? 3 taqsim 2 1 dan ayirsak-chi? Mana bu yer ham ne topib qoladi keyin, to'g'rimi? 3 taqsim 2 1 taqsim 2. Shunda javobimiz minus 9 taqsim 2 1 minus 3x ni 1 taqsim 2-darajasi. Yoki ildizda turgan bo'lishi ham mumkin. Hammasi ildizga sovurganmi? Ildizga solganmi buni? Ha. To'g'rimi oz? Xo'p, keyingi misolni hamma o'zi ishlab ko'rsin-chi. Xo'p. Demak, bu 4 plus 3x ni nechinchi darajasi? 2 taqsim 3. 2 taqsim 3 oldinga tushib keladi. 4 plus 3x minus 1 ni ayirsak minus 1 taqsim 3 ko'paygan yana 3 bo'ladi. Shunda qisqarsa 2 ta taqsim 3 ildiz ostida 4 plus 3x bo'ladi. To'g'ri chiqdimi? Xatomi? To'g'ri chiqadi. Keyingisi-chi? 7. Xo'p,
y darajasi 5x plus 3 ko'paygan 5x plus 3 dan hosila 5 ga teng. Mana shunaqa bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tepadan ham olasizlar. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Demak, buni hosilasi 2 darajasi 4 minus 7x ko'paygan ln 2 mi? Tepadan ham hosila minus 7 ni beradi. Mana shu. Tushunmadingmi? Tushundikmi? Keyingisi ham demak, bu nimani beradi? 1 taqsim 6x plus 3 ko'paygan nima bo'ladi? ln 2. Yana ko'paygan tepadan hosila 6 ga teng. Mana misol uchun. Tushuntira oldimmi? Keyingisi 1 taqsim 2x plus 5 bo'ldi. Ko'paygan 2x dan hosila 2 ga teng. Mana misol uchun. 2 taqsim 2x plus 5 degan javob to'g'ri bo'ladi. Tushunmaymi? Tushundingmi? Keyingisi sinus 2x dan hosil nimaga teng? Cosinus 2x ko'paygan 2 ham bo'ladi. Chunki 2x dan ham hosil esdan chiqmasdi. Keyingisichi minus sinus 2x ko'paygan 2. Javob minus 2 ta sinus 2x degan variantimiz to'g'ri bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Keyingisichi hosilasi 1 taqsim cosinus kvadrat 10x plus 1 ko'paygan 10. Tushunarlimi? Keyingisichi minus 1 taqsim sinus 2 minus 3x ni kvadrat ko'paygan minus 3. Shunda 3 taqsim sinus kvadrat 2 minus 3x ni beradi. Tushunarlimi? Tushunmading? Birinchi minusmi o'zi? Kattangni sitga minus bo'ladi-ku. To'g'rimi? To'g'rimi? Sen shu burchakka o'tirmasliging kerak ekanda. Uyquni berib olar ekansan, ha? Endi aytaman-da. Cosinus 1 minus 5x ko'paygan minus 5 bo'ladi. Keyingisichi minus sinus 1 minus 2x ko'paygan minus 2. Keyingisi 6 cosinus 6x. Keyingisi minus sinus a minus bx ko'paygan minus b. Keyingisi cosinus x taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 2 plus minus sinus x taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 chiqaramiz. Cosinus x taqsim 2 minus sinus x taqsim 2 bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi xo'sh. Hosil olamiz. 1 taqsim cosinus kvadrat 3x ko'paygan 3 plus minusmi? Minus 1 taqsim sinus kvadrat x taqsim 3 ko'paygan 1 taqsim 3. Shunda 3 taqsim cosinus kvadrat 3x minus 1 taqsim 3 ta sinus kvadrat x taqsim 3. To'g'ri chiqdimi? Yo, bu mahraj berilganmi? Tushunaymi? 21 dan 30 gacha hozirgidek faqat nimani qo'yib chiqish kerak? 1 ni qo'yib chiqish kerak. Qo'yib chiqilasizlarmi yo'qmi? Muammosi yo'q-a? Hosil olib 1 ni qo'yib chiqish. Shu qani 25 ni 26 ni qo'yib ko'ringlar qani? Tekshiramiz. Xo'p, demak
tepada misollar tashlab ketib, shuni ishlab beraman, ha. Xo'p, funksiyadan hosil olsak, qanday bo'ladi? 2 darajasi 5x minus 4 ko'paygan. ln necha bo'ladi? 2. Ko'paygan yana 5. Ko'paygan logaritm 2 asosiy kora y plus yo adashdimmi? Bo'ldi, to'g'rimi? Buni joyiga nimani qo'yamiz? 2 ni qo'ysak. Mana bunda hosilasi bo'lmaydi, jigarlar. Yo, bilaman, bo'lmaydi unda u yo'q. Bo'ladi. Bir taqsim. Yo'q, xo'p, mayli, bilib turibman uni. Yana ol deyapti, hosil ol deyapti. Ko'paytmas deyapman, shuni tushuntirmayapman sen. Oddiy koeffitsient-ku bu. Tushundingmi? Xato qilibsanmi? Qara ko'pimlik. Bu ikkalasi birmi? 5 ko'paygan 2 darajasi 16. Nima bo'ladi shunda? 5 kara 64. Necha bo'ladi? 300? 320. Qilsak ham qisqarib ketadi. Shuni asosini olsak ham baribir qisqarib ketadi. Bir qilishladi. Keyingisi. Sinus x dan hosila. Cosinus x Cosinus x dan hosila plus sinus 2x ko'paygan 2. Shunda nima bo'ladi? Cosinus x plus 2 ta sinus 2x. Pi taqsim 6 ni qo'ysak. Cosinus 30 gradus plus 2 ta cosinus 60 gradus bo'ladi. Bunda 1 taqsim 2 ga teng. Ha, ikkalasi hammi? Tushunaymi? Oson ekan. Keyingisichi? Ishlarlaringmi? Ishlab ko'rdi ikkalasini. Davay. Men sochib olingan o'sha bularga. Undan oldingida soch olinmagan edi. Soch olinganda az. Boshlayman endi. Xo'p, ko'paytmani hosilasi. Bu nima ham mana qilib turibdi? Olib turaversin qan. 1 taqsim 2 sinusdan hosila. Cosinus x ko'paygan tangens 2x. O'rtasi plus bo'ladi, yana 1 taqsim 2 ni birdan yozaman. Tushundikmi? Xo'p. Sinus x ko'paygan 1 taqsim cosinus kvadrat 2x ko'paygan yana nimasi ham bo'ladi? X ham bo'ladi. Tushundikmi? Minus nima bo'ladi? 5 taqsim 2 ta sinus x deb beradi. Demak, x joyiga nimani qo'yamiz? Pi taqsim 2 ni qo'ysak. 90 gradusda cosinus nimaga teng? 0 ga teng. Sinus 90 gradusda 1 ga teng. Demak, mana bu bilan bu qisqarib ketsin. 1 ko'paygan 1 taqsim cosinus bu 180 gradus bo'lib qoladi. Cosinus 180 gradusda minus 1 ga teng. Minus 1 ning kvadrati bu baribir nima bo'ladi? 1 bo'laveradi. Mana bunda sinus 90 gradusda 1 ga teng. Buni ayiramiz 5 taqsim 2 ni ekan. Demak, javob minus 3 taqsim 2. Bu minus 1,5 degan. Tushundikmi mana bu yerga? 90 gradusga hamma tushundimi? Savollaring bormi? Yo'qmi? Hech kimda savol yo'q bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, demak, yaxshilab e'tibor beramiz. Bu ikkala tarafdan ham, demak, bundan hosil olishimiz kerak. Ko'paytmani hosilasi. Demak, x dan hosila 1 ga teng cosinus 2x plus x o'zi cosinus 2x dan hosila minus sinus 2x ko'paygan yana nimasi bo'ladi? X bo'ladi. Bundan nimani qo'yamiz? Pi taqsim 4 ni qo'yishimiz kerak. Xo'p, 90 gradus bo'lib qoladimi? 2 ga ko'paytirsak buni? Cosinus 90 gradus nimaga teng? 0 ga teng. Demak, joyiga 0 ni qo'yamiz. Pi taqsim 4 ni qo'yaman x joyiga. Pi taqsim 4 ko'paygan minus sinus 90 gradusda nimaga teng? 1 ga teng. Mana bu joyiga nimani qo'yamiz? 1 ni qo'yamiz. 1 ko'paygan 2. Demak, javobimiz
Nima bo'ladi ekan? Birdan hisoblaylar. Minus pi taqsim 2 ga tenglik kelib chiqadi. Javobini tekshirib ketaveringlar orqasidan, xato chiqib ketayotgan bo'lmasin. Xo'p, demak, keyingi misolimiz. X ko'paygan y darajasi x dan hosil olib, demak, uni o'rniga biz 1 ni qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Ko'paytmani hosilasi x dan hosila bizga 1 ga teng. Shoshmay turasan. Y ko'paygan 2x plus, to'g'rimi? Ko'paygan x ham bo'lish kerak. Chunki darajadan hosil olishimiz kerak. Hosilni olmayapmiz. Qaysidan? X-dan, birinchi X-dan olyapmiz. To'g'ri aytyapti lekin. To'g'ri aytyapti u fikri. Birinchi x dan oldim. Y darajasi 2x plus x ni o'zi y darajasi 2x dan hosila ko'paygan x ham bo'ladi. Tushundingmi hamma? Hamma tushundimi? Ya sirlashyapsizlar. Sirlashmayapsizlarmi? Birini qo'yamiz. Nima bo'ladi? Y darajasi 2 plus y ni ikkisi ko'paygan 2. Demak, jami nechta bo'ladi? 3 ta y ni kvadrat bo'ldi. To'g'rimi? 3 ta y kvadrat, to'g'rimi yo'qmi? Keyingisiga o'tamiz. Murakkab funksiyani hosilasini toping degan. Demak, 4-darajadan ekan. Darajadan hosil olamiz. Birinchi daraja oldiga tushib keladi o'zi. 4 ko'paygan 2x ni kubi plus demak, 3x ni kvadrati plus 6x plus 1 ni kubi bo'ladi. Ko'paygan ichkaridan hosil olamiz. Nima bo'ladi? 6x ni kvadrati plus 6x plus 6 bo'ladi. Bo'ldi. Ikkalasidan ham hosil bo'ldik, to'g'ri? Tushuntira oldimmi? Tepadan ham hosil bo'ldik, bunisidan ham hosil bo'ldik. Demak, javob shu ekan. Tushuntira oldimmi? Kim tushunmadi? Tepadan 4 ni tushirib keldik, ichkaridan hosilasi ko'paytirdik. Har doim shunaqa bo'lishi kerak. Tushunarli hammaga? Keyingisi ham xuddi shunaqa. Demak, birinchi o'rinda biz sinusdan hosil olamiz. Sinusdan hosil nimaga teng? Kosinusga teng. Demak, buni javobi kosinus x ni kvadrati plus 1 bo'lar ekanda. Uni ko'paytiramiz, ichkaridan ham hosil olishimiz kerak. 2x ga, tamom. Bo'ldi, misolning javobi shu. Tushuntira oldimmi? Birinchi o'zidan hosil, keyin ichkaridan hosil olinishi kerak. Xo'p, keyingi misol, oddiy ln x dan hosil nimaga teng bo'lardi? 1 taqsim x. Buni ham x o'rniga nima kelyapti? X ni kvadrati plus 3x plus 1 keldi. Ko'paytiramiz, endi ichkaridan hosil. 2x plus 3 ga ko'paytirsam, birdan 2x plus 3 desam, suratga yozsam kimdir qarshilik qiladimi? Savol bormi shunda? Birdan topib oldik. Tushuntira oldimmi? Keyingi misolimiz. Xo'p, 34. ln 1 plus kosinus x dan hosilamiz. Boyagidek, ln x dan hosila 1 taqsim x ga teng edi. Xuddi shunaqa ishlashimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni bizga nima bo'ladi bu? 1 taqsim 1 plus kosinus x dan hosila bo'ldik. Endi ichkaridan hosilaga ko'paytiramizmi? 1 plus kosinus x dan hosila nimaga teng? Minus sinus x ga teng. Minus sinus x ga teng. Birdan suratga yozib qo'ysam bo'lardi, mayli, yana qaytadan yozaman. 1 plus kosinus x deb beradi. Savollar bormi? Savollar yo'q. Keyingisi ham xuddi shunaqa. X dan hosila x ga teng edi. Mana o'zi va tepadan hosila 2x plus 2. Hamma tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Keyingisi, endi darajadan hosila. Darajadan hosilani bilamiz. Daraja oldinga tushadi. 1 taqsim 5 hamda daraja bittaga kamayadi. Ya'ni 1 taqsim 5 dan ayirishing kerak 1 ni. Ko'paytirilgan. Ichkaridan hosilaga ko'paytirasan. Ichkaridan hosila 10. 10 bilan 5 ni qisqartirsam necha qoladi? 2 ko'paygan deyman. 10 yo'q, taqsim qilmay turib 10 darajasi x minus 2 ni minus 4 taqsim 5-inchisi. Bu degani 2 taqsim 10x minus 2 ni 4 taqsim 5-inchisi degan. Bu degani 2 taqsim 5 ildiz ostida
10x minus 2 ni 4-inchisi degan. Tushunarlimi hammaga? Savollar bormi? Keyingisi 37-savolimiz. 37. Demak, buni qanday ishlashimiz kerak ekan? Bu darajasi nechi buni? X ni kvadrati plus 5x plus 4 ni 1 taqsim 2 darajasi. 1 taqsim 2 oldinga tushib keladi. 1 taqsim 2 oldinga tushib kelsa nima bo'ladi? X ni kvadrati plus 5x plus 4 ni minus 1 taqsim 2 bo'ladimi? 1 ayirishimiz kerak, to'g'rimi? Endi ichkariga ko'paytiramiz. 2x plus 5 ga ko'paytirsak. Shunda bu nima bo'ladi? 1 taqsim, mana mahrajga o'tib keladi. 2. 1 taqsim 2 degan ildiz ostiga yozsang bo'ladi degan. X kvadrat plus 5x plus 4 bo'ldi. Mana bu suratga o'tib yozsalaring bo'ladi. Mana 1 ni o'chirib tashlab suratga yozsak bo'ladi. Suratga yozib qo'yamiz. 2x plus 5 mana. Kimda savol bor? Tushunarlimi hammaga? Sinus 1 taqsim x dan hosil deyapti. Muammo yo'q. Sinus x dan hosil nimani beradi oddiy? Kosinus 1 taqsim x ni beradi. Ko'paytirilgan. 1 taqsim x dan hosilasi ko'paytirishimiz kerak. 1 taqsim x minus 1 desak bo'ladimi? Mana shundan hosil nimani beradi? Minus 1 taqsim x ni kvadrat. Demak, ko'paytiramiz minus 1 taqsim x ni kvadrat. Javobimiz minus 1 taqsim x kvadrat ko'paygan kosinus 1 taqsim x. Tushunarlimi? Keyingisi y barobar tangens ln x dan hosil deydi. O'zi oddiy tangens x dan hosil nimaga teng? 1 taqsim kosinus kvadratga teng. Demak, kosinus o'rnida bizga ln x kelyapti. Endi ichkaridan ham ln x ga ham ko'paytirishimiz kerak. 1 taqsim x. 1 taqsim x deb beradi. Mana misol uchun. Bitta birini o'chirib qo'ysalaring ham bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi. Keyingisi 40-misolimiz. Arc sinusdan hosila deyapti. Arc sinus x dan hosila. Sizlar bilasizlarmi arc sinusdan hosil nimaga tengligini? Kim biladi? Xo'p, demak, hozir videoni ko'rayotganlar ham, eslar ham bitta qoida yozamiz, ya'ni arc sinuslar uchun, arc sinus, arc kosinuslar uchun topishni o'rgatib qo'yaman. Bitta topishni o'rgataman. Misol uchun hozir sizlarga qaranglar, hozir sizlarga bittasini topishni o'rgataman. Xohla arc sinus, xohla arc kosinus, xohla arc tangens, xohlagan bittasini o'rgataman. Shunga qarab turib, uchalasi ham qolganini o'zlaring topib berasizlar. Tushunarlimi? Muhim narsa-da bu. Esdan chiqib ketishi juda oson. Shuncha yaxshilab o'rganish kerak. Ya'ni sertifikatda ham tushadi. Asosan tushadi. Demak, qanday qilib arc sinusdan arc sinus x dan hosil olishimiz mumkin? Men arc sinusni qanaqadir men alfa deb olaman. Qanaqadir alfa deyman. Ikkala tarafini ham endi mana shu alfadan hosil olishim kerakmi, to'g'rimi? Alfa desam, mendan nima kerak? Alfadan hosila nimaga tengligi kerak, to'g'rimi? Alfadan hosil nimaga tengligi kerak? Chunki arc sinusda alfa deb olganman. Ikkala tarafini ham men sinus deyman. Ikkala tarafini ham sinuslasam, sinus arc sinus x barobar sinus alfaga teng bo'ladi. Sinus arc sinus x nimaga teng? X ga teng. X barobar nimaga teng bo'ladi? Sinus alfaga. Endi ikkala tarafdan ham hosil olaman. X dan hosil nimaga teng? 1 ga teng. Barobar sinus alfadan hosila kosinus alfa. Endi sizlarga savol, alfa bizaga oddiy alfa emas u, murakkab funksiyani hosilasi. Misol uchun tasavvur qilinglar. Sinus 2x dan hosil ol desa nima qiladilaring? Kosinus 2x ko'paygan yana 2x dan ham hosilamidi? Hozir bizaga alfa bor-ku, oddiy alfa emas-da u. U qanday alfa u? Murakkab. Murakkabniki bo'lsa nima bo'ladi? Yana ko'paygan nima bo'lish kerak? Yana ko'paygan nima bo'lish kerak? Alfani hosilasi bo'lish kerak. To'g'rimi? Shu fikr to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri.
Demak, bizga alfani hosilasi nimaga teng bo'lar ekan? 1 taqsim kosinus alfaga teng bo'ladi. Endi savol sizlarga, agar sinus alfa x desa, biz burchak usulida mana bunaqa qilib olsak bo'ladimi? X mana bu yerni x desam, mana bu yerni 1 desam bo'ladimi yo'qmi? Sinus alfa bo'lsa mana bu yer, to'g'rimi? Ya'ni qarshidagi katet yopishgan katetga gipotenuzaga nisbatiga teng edi. Sizlarga savol, mana bu katet necha bo'ladi? 1 minus x ni kvadrat. Mana shu yerdan kosinus alfa nimaga teng bo'ladi? Ildiz osti 1 minus x ni kvadratiga teng bo'ladimi? Ana shu kosinus alfani joyiga qo'ysamchi mana buni. Shunda alfadan hosil nimaga teng bo'ladi? 1 taqsim ildiz osti 1 minus x ni kvadratiga teng bo'lar ekanda. Tushunarlimi? Demak, biz o'z nimadan hosilni topishimiz kerak edi? Shu alfadan hosilni topishimiz kerak edi. Mana javob. Demak, bizga arc sinus x dan hosila 1 taqsim ildiz osti 1 minus x kvadratini berar ekan. Tushuntira oldimmi men shuni? Hamma tushundimi? Demak, hozir hamma menga arc tangens x ni hosilasini topib beradi. Videoni ko'rayotganlar ham topib bersin. Xo'p, demak, 40-si. Aytdimki, to'g'rimi nima bo'lishini? Nima bo'ladi ekan? Bir taqsim ildiz osti 1 minus ildiz osti x ni kvadrat ko'paygan ildiz osti x dan hosila 1 taqsim 2 ildiz osti x. Shunda javob nima bo'ladi? 1 taqsim 2 ildiz osti x kara ildiz osti 1 minus x bo'lar ekan. Menimcha bitta ildiz osti yo'g'organ a? Kirgizib olsak hammasinimi? Yo'q, faqat 2 ildiz osti x. Ildiz osti x minus x ni kvadrat bo'lar. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi hech kimda? Keyingisi. Funksiyani berilgan nuqtadagi hosilasini toping degan. Bu oson a? Hosil olib nimani qo'yamiz? Birini qo'yamiz. Hamma rozini tashib ketsam, shunga o'xshagan tepada juda ko'p misol ishladik-ku. Agar norozi bo'lsang ishlab bering. Buni ishlaylik ha. Buni ishlaylik. Hosil olsak 2 ko'paygan 3x ni kvadrati minus 6x plus 5 ichkaridan ham hosil olamiz. Nima bo'ladi? 6x minus 6 plus 3 ko'paygan x ni kubi minus 2x ni kvadrati ko'paygan nima bo'ladi? 3x kvadrat minus 4x. Nimani qo'yamiz? X o'rniga 1 ni qo'ysak, 2 ko'paygan. Nima bo'ladi? 8 2 mi? 1 ni qo'ysak 0 mi deyman a? 0 ekan-a mana bu. Qatta. Mana bu yerdami? Bu yoq 0 mi? Mana bu yoq 3 minus 1 ni kvadrati minus 1. Shunda javob minus 3 bo'lar ekan. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Savollar yo'qmi hech kimda? Keyingisi 43. Xo'p. Demak, bu qaranglar. 3 ko'paygan 2x minus 3 ni nechinchi darajasi? Minus 2-si. Darajadan 1 ni ayiramiz, darajani oldiga tushiramiz. Demak, minus 6 ko'paygan 2x minus 3 ni minus 3 ko'paygan ichkaridan ham hosila 2 bo'ladi va 2 ni qo'yib chiqsak minus 6 ko'paygan 2 ni qo'ysam 4, 4 dan 3 ni ayirsam 1, 1 ni minus 3-si baribir nimani beradi? Minus 1 a 4, to'g'ri. Ko'paygan 2. Baribir 1 ni beradi, demak javob minus 12 yo plus bo'ladimi? Minus 1 chiqmaydi-ku. 2 ni qo'yibsan. Javob nima chiqqan? Tushunmaymi? 1 ni har qanday darajasi bor. Minus 3 minus 1 ni 3-si bo'lsa, sen aytganing to'g'ri edi.
Tushundingmi? Adashib ketding. Gaplashmaylik, turish kerak-da shuncha. Kimdir bidir qildi-ku javob qara. Keyingisi. Xo'p. 54 mi? 44 mi? 44 ha? Xo'p, buni qanday ishlashimiz kerak? Hosillamizda, to'g'rimi? Xo'p, 1 taqsim 6x minus x ni kvadrat ko'paygan to'ppa-to'g'ri 6 minus 2x x 0 o'rniga 1 ni beryapti. Demak, 1 ni qo'yib chiqishimiz kerak. 1 ni qo'ysak 1 taqsim 5 6 minus 2 4 taqsim 5 ekan. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Yaxshi. Keyingi misol. Demak, hosil olamiz. Hosilasi teng bo'ladi. Y darajasi o'zi 2 ta sinus x plus x ni kubi x 0 teng 0 nuqtadan hosil olishimiz kerak ekan. Demak, buni ko'paytiraman yana nimaga? Qolib ketibdi-yu. 2 ta cosinus x plus 3 x ni kvadrat. 0 ni qo'yib chiqamiz. Sinus 0 dan 0, 0, y darajasi 0 bo'lyapti. Cosinus 0 dan 1, 2 bo'ldi, plus bo'ldi. Demak, javob nima bo'ldi? 2 bo'lar ekan. Kim tushunmay qoldi? Qo'yib chiqqanmi, tushundikmi? Oson-ku, to'g'rimi? Keyingisi ham xuddi shunga o'xshash. Nima qilamiz ekan buni ishlashimiz uchun? 1 taqsim 4-daraja desak, 1 taqsim 4 o'zi tushib keladi. 3 minus 2x ni kvadratini minus 3 taqsim 4-si bo'ladi. Ko'paygan. Nechaga ko'paytiraman? Minus 4x ko'paytiraman, to'g'rimi? 3x dan hosil nimaga teng? 3x ln 3 ko'paygan 2 taqsim ln 3. X 0 teng 1 ekan. Demak, biz 1 ni qo'ysak, mana bu yerga 1 bo'ladi, 1 ni har qanday darajasi 1 ga teng. Mana bu yerda 1 ni qo'ysam minus 4 bo'ladi, qisqarib ketsa minus 1 qolar ekan. Mana bu yerda bu bilan bu qisqaradi. 3 ni birinchisi 3 kara 2 6 bo'ladi ekan. Javob necha bo'lar ekan? 5 bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi 47. Hosil olamiz. Ln sinus x dan hosila. 1 taqsim sinus x ko'paygan sinus x dan hosila cosinus x. Bundan hosil nimaga teng? Bundan hosila. Nolga tengmi? Ha, cosinus x taqsim sinus x nimani berardi? Tangens x, tangens 60 gradusda. Katangensi beradi. Katangens 60 gradusda. 1 taqsim ildiz osti chiqadi javob. Tushunarlimi? Keyingisi mana. Sinus cosinus x dan hosil olishimiz kerak. Sinusdan hosila nimani beradi? Cosinus x bo'ldi. Ichkaridan hosila cosinus x dan hosila minus sinus x. Pi taqsim 2 ni qo'ysak, pi taqsim 2 dan 0 ga tengmi? Cosinus 0 da nimaga teng? 1 ga teng. Sinus pi taqsim 2 da minus 1 ga teng. Minus 1 bo'ladi keyin. Javob nima bo'ladi? Minus 1 bo'ladi. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Yo'qmi hech kimda? Mana bu yerimi? Ko'paytma bo'ladi-da. Qara, agar bunday asli tushunmayapsan, sinus x ko'paygan cosinus x bo'lganda edi, ko'paytma bo'lardi. Hozir mana sinus ichkarida turibdi bu. X to o'rnida cosinus x kelyapti. Tushuntira oldimmi endi? Ya tushunmadingmi? Bo'ldimi? Bundan qanday olamiz? Ha? Keyinchi xato. Ko'paytma qilamiz. Qanday yo'yamiz?
bittasiga ko'paytirib Bunaqa qilish shart emas-ku. har bittasiga Qiymab ketadi. har bittasiga Qanday qilamiz? shunday olsak ham Qanday olamiz? birdan ishlasa bo'ladi-ku, chiqadi. Ha? Qanday qilsak bo'ladi? Nima deysan? Shunday ham chiqamiz siz qanday? Shunday olsangiz ham chiqadi. Keltirish formulasi emasmi bu? Farqini baribir oddiy olsak ham chiqadi. Keltirish formulasi-ku, keltirib ol. Nimani beradi? Keltirib olsak. Kosinus sinus minus bo'lib qoladimi? Sinus x. Hosil olish kerak. Sinus x dan hosila. Cosinus x. To'g'rimi? Ichkaridan hosil. Sinus x dan hosila. Cosinus x. Endi pi ni qo'yib chiqamiz. Sinus pi da 0 ga tengmi? Cosinus 0 da 1 ga teng. Demak, minus 1 kara cosinus pi da yo'q, minus 1 ku. Siz birdan ishlang. Ha, mana u x taqsim 2 ku, men pi taqsim 2 deb o'ylabman. Ha. Pi taqsim 2 deb o'ylabman. Bo'ldi, ichkaridan ketiladi. Minus sinus x taqsim 2 plus nima bo'ladi? Sinus x ko'paygan. Ichkaridan hosila 1 taqsim 2 ta plus cosinus x. Endi pi ni qo'yib chiqish kerak. Sinus pi da 0 ga teng, pi minus sinus pi taqsim 2 bo'lib qoldimi? Ko'paygan. 1 taqsim 2 cosinus pi da minus 1 ga teng. Shunda javob mana bu yer. Minus 1 kara minus 1 taqsim 2. Endi javob 1 taqsim 2. O'zlaring ham ishlaydigan payt kelibdi-da o'sha. Sal qiyinlashdi. Keyingi misolda o'zlaring ishlab ko'rasiz. Ya bu oson ekan-a, lekin. Fikrlaringizni aytinglar qanaqa? Bitta minus, bitta plus qilib ochamiz. To'g'ri. Sinus kvadrat x minus cosinus kvadrat x, keyingisicha sinus kvadrat x plus cosinus kvadrat x. Buning qiymati nimaga teng? 1 ga teng. Bu nimani beradi? Minus cosinus 2x deb beradi. Nimani qo'yamiz? Minus cosinus pi taqsim 4. Pi taqsim 4 nimaga teng? 45 gradusda minus izohsi 2 taqsim 2 ga teng. Ana javob. Ichi qolib ketdi. Ha, o'zini qo'yib yubordim hozir. Hosil olmabman-ku вообще, to'g'rimi? Hosil olaylik. Minus plus sinus 2x ko'paygan, 2x dan hosili 2 ga teng. Endi qo'yamiz nechini? To'g'ri. Sinus pi taqsim 4 plus 2 bo'ladi. Ko'paygan 2 bo'ladi. Shuna buni qiymati izohsi 2 taqsim 2 ko'paygan 2. Javob nima bo'ladi? Izohsi 2 bo'ladi. Tushunarlimi? Tushunarli-ya? Hamma shu misolni qayta tashlab bersin menga. Xo'p, demak, keyingisi 51. Bunaqa misollar ishlash uchun daraja pasaytirish kerak. Daraja pasaytirmasdan ham ishlasa bo'ladimi desang, ha, daraja pasaytirmasdan ham ishlasa bo'ladi. Qaysi usulda ishlaydi? Daraja pasaytiribmi yoki qanday qilamiz? Mana bunday qilamiz hozir. Yaxshi, ikkita usulni o'rgataman. Birinchi usul. Mana buni darajasini pasaytiramiz. Ya'ni buni 1 minus cosinus necha x deymiz? 8x taqsim 2 deymiz. Shunda buni 1 taqsim 2 minus cosinus 8x taqsim 2 deymiz. Hosilamiz 1 taqsim 2 dan hosila 1 ga teng minus cosinus 8x dan hosila plus sinus
8x taqsim 2 ko'paygan, ichkaridan ham hosila. Ko'paygan 8. 8lar ko'paysa necha bo'ladi? 4 ta sinus 8x bo'ladi. Bu birinchi usul. Keyingi usuli ikkinchi usul. Mana bu 2 oldinga tushib keladi. 2 ta sinus 4x bo'ladi, ichkaridan hosila. Sinus 4x dan hosil nimani beradi? Cosinus 4x. Endi yana ko'paygan nimadan ham bo'ladi? Ko'paygan 4x dan hosil 4 ni beradi. Shunda bu nimani formulasi? Sinus 8x ko'paygan 4. Demak javob 4 ta sinus 8x. Ikkita usulda ham bilib qo'ygan yaxshi. Ikkalasining ham o'zini o'rni bor. Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi 52. Darajani shuni oldinga tushiramiz. Ya'ni 2 ln 2x plus 1 bo'ldi. Darajadan oldik. Lnni olamiz. Hosila lndan hosilasi nimaga teng? 1 taqsim 2x plus 1. Ichkaridan hosila nechaga teng? 2 ga. Demak hisoblaymiz. Shunda 4 ta ln 2x plus 1 taqsim nima? 2x plus 1 bo'ladi. Chiqaramay o'tirsang bo'lar-ku, keyingisidan ikkalasini olib ko'ringlar qani, hoslan. 53. Qaraymiz qanday ishlashimiz kerak ekan. Yaxshi e'tibor berasizlar. Ildiz osti katangin 6. Birinchi darajadan olamiz. Darajadan hosila 1 taqsim 2 ildiz osti katangin 6 deb beradi. Buni darajadan bo'ldik. Ko'paygan. Endi katangin 6 dan hosil olamiz. Minus 1 taqsim sinus kvadrat x. Bo'ldi, ichkaridan olmaydi. Mana shu javobni o'zi bo'ladi. Javobni o'zi shu bo'lar ekan, to'g'rimi? Yaxshi, keyingisi 54. Demak, darajani pastga tushiramiz. 4 ta cosinus kub x ko'paygan, cosinus x dan hosila minus sinus x. Bo'ldi. Mana shu javobni o'zi bo'ladi yoki o'zgartirilgan bo'lishi ham mumkin variantlar. Shunaqami yo'q? Ha? To'g'ri. Demak yaxshi. Bu bo'lmasa buni men minus 2 ko'paygan 2 ta sinus x ko'paygan cosinus x kara cosinus kvadrat x deb. Nimaga unday degan billaring yo'qmi? Mana bu ikkitasi formulani beradimi? Minus 2 ta sinus 2x ko'paygan cosinus kvadrat x. Shunday qoldirganmi? Yana soddalashtirgan. Demak, biz bildik arctanginus x dan hosila nimaga teng edi? 1 taqsim ildiz ostida 1 minus x kvadrat edi. Ha, ildiz yo'q edi arctanginusniki. Bo'ldi, qaytadan ishlayapmiz. Demak, 1 taqsim 1 x kvadrat x kvadrat plus 1 ning kvadrati plus 1. Ko'paygan ichkaridan hosila 2x. Demak 2x taqsim buni oshib chiqqanmi? X ni 4-inchisi plus 2x ni kvadrat plus 2. Tushunarlimi? Keyingisida ikkita holati bor. Hosil olganda. Modulda hosilasi. Qanday oldin? Sizga savol. Sizga savol, modul hozir qachon ichkari manfiy, qachon musbat? Qachon musbatligini topib bering. 3 dan katta emas. Minus cheksizlikdan minus 3 gacha. 3 dan cheksizlikgacha bo'lganda musbatmi? Demak, birinchi sharti bo'yicha agar minus cheksizlikdan minus 3 gacha minus 3 kiradimi, kirmaydimi? Minus 3 kiradimi? Noldan hosila bo'lmaydi-ku, kirmaydi. Noldan hosilasi mumkin emasmi? 3 dan cheksizlikgacha bo'lganda musbat.
Ya'ni x ning kvadrati minus 3. Mana shundan hosil nimani beradi? 2 x deb beradi. Lekin minus 3 3 oraliqda minus 3 3 oraliqda bu manfiymi? 9 minus x kvadratdan hosil nimani beradi? Minus 2x beradi. Mana shuni. Ikkinchi holat. Yozib qo'yish kerak. Tushundikmi? Moduldan hosillar musbat bo'lganda musbat ochasizlar, manfiy bo'lganda manfiy ochib hosil olinadi. 0 da hosilasi mavjud emas. Shuning uchun mana bu yerda kirmayapti. Misolda ham kirmaganmi? Javobida ham kirmaydi. Chunki minus 3 ta qo'ysalaring 0 bo'lib qoladi-ku. 0 dan hosil mavjud emasda. 0 bo'lganda mavjud emas. Shuning uchun xo'p, keyingisi hosil olib ko'ramiz. Buni hosilasi nimani beradi? 1 taqsim 2 ko'paygan 2 ta ln x ko'paygan 1 taqsim x deb beradi. Plus yana hosilasi 2 ko'paygan 1 taqsim 2 1 taqsim ildiz osti ln x minus bo'ladimi? Qayta minus bo'ladi. ln x dan hosila nimaga teng? 1 taqsim x ga teng. Endi shunda mana bu bilan bu qisqarib ketadi ln x. Demak 1 taqsim x ln x plus 1 taqsim x 1 taqsim ildiz osti ln x. Demak 1 taqsim x chiqarib olasizlar. ln x plus 1 taqsim ln x. Umumiy maxraj berganmi deymi? Chiqarmasdan prosta yozib qo'ygan. Mana shundaymi? X taqsim x 1 taqsim x Hammasigami? Tepadagidami? Keyingisi nimani hosilasi? Bo'linmani hosilasi. Sinus x dan hosila. Cosinus 3x ko'paygan 3. Ko'paygan sinus 2x. Tushundikmi? Minus sinus 3x ni o'zi cosinus 2x ko'paygan 2 taqsim sinus kvadrat 2x. Misol shartida qanday? Javob shu. Shundaymi? Buni o'zgartirib ham bo'lmaysa kerak-da. To'g'rimi? Keyingisi-chi? Arc cosinus x minus 2 taqsim x plus 2 dan hosil. Oddiy arc cosinus hosilasi nima edi? Minus 1 taqsim 1 minus x kvadratmidi? X kvadratning o'rniga x minus 2 taqsim x plus 2 ni kvadrat kelyapti. Ko'paygan tepadan hosila. X minus 2 taqsim x plus 2 dan hosila. Yo, birinchi bo'linmani hosilasi-ku bu. Bo'linmani hosilasi x minus 2 dan hosila 1 ga teng x plus 2 minus x minus 2 ni o'zi x plus 2 dan hosila 1 ga teng taqsim x plus 2 nimasi? Kvadrat. Endi mana shunda 1 minus ildiz ostida bu nima qilingan? Bitta qo'shilganmi? Soddalashtirilganmi ya'ni? Soddalashtirilgan-a? Buni men 1 minus x minus 2 taqsim x plus 2 deyman, ko'paytiraman. Yana nimaga? 1 plus x minus 2 taqsim x plus 2 ga. Tepasida nimasi turibdi? 1 turibdi. Xo'p, ko'paygan. Bu qisqarib ketsa 4 taqsim nima bo'ladi? X plus 2 ni kvadrat bo'ladi. Endi xo'p, ko'k ruchkada yozamiz bu yog'iga. Demak, ildiz ostida 1 taqsim, xo'p, bu yerga yozsam bo'larkan. Minus 1 taqsim. Xo'p, umumiy maxraj bersak bunga x plus 2 minus x plus 2 bo'ladimi? Qisqarib ketsa necha qoladi bu yerda? 4. Ya'ni minus ildiz osti 4 taqsim x plus 2 ko'paygan deyman. 2x taqsim nima bo'ladi? X plus 2. Ildiz osti 2x taqsim x plus 2. Ko'paygan 4 taqsim nima? X plus 2 ni kvadrat. Shunda minus 4 taqsim tepada 2 ko'paygan ildiz osti 2x
taqsim nima chiqadi yana bitta? X plus 2 chiqadimi? To'g'rimi? Ko'paygan x plus 2 ning nimasi? Kvadratda. Bu bilan bittasi qisqarib ketsa, bizda minus 4 taqsim 2 ildiz osti 2x x plus 2 chiqyapti. Xatomi? Nima chiqqan? Qani? Qaysi misol edi? Ha, mana bu yerda ildiz osti x qoladi-yu. Ildiz osti 2x qoladi, to'g'rimi? Shunday qiladi-ku. Bu bilan buni qisqartiradi. Minus 2 taqsim endi rasanka qisqariladi. Ildiz osti 2x demak 2x x plus 2 bo'ladi, to'g'rimi? Shunda bular qisqaradi. Minusi bor edi. Minus ildiz osti 2x taqsim x kvadrat plus 2x bo'ladi. Tushunarlimi? Hammaga? Kim tushunmadi? Savollar bormi? Shu misol hamma qayta ishlasin. Xo'p, demak 60 arktangensdan hosil nimani beradi? Bir taqsim ildiz ostida sinus kvadrat plus 1 minusi bo'ladi-ku. Ha, katangisda bor, to'g'ri. Ko'paygan sinus x dan hosil nimani beradi? Cosinus. Demak, bizga javob cosinus x taqsim sinus kvadrat x plus 1. Nima chiqqan javob? Shunday ham? Katangisda minus bo'ladi. Yaxshi, keyingisi berilgan nuqtadagi hosilasini toping deyapti. Qaranglar. Modulda hosilasi 2 ni borib qo'ysak, ichkari musbatmi, manfiymi? Shuni topib olishimiz kerak. 2 ni qo'yaman. 4 minus 10 plus 4 manfiymi? Buni manfiy ochasizlar. Minus x kvadrat plus 5x minus 4. Hosilasi minus 2x plus 5. 2 ni qo'yasiz, minus 2 ko'paygan 2 plus 5. Javob nima chiqaradi? Tushunarlimi endi? Nima bo'lish kerakligi? Keyingisi ham 1 ni qo'yasizlar. Ichkari musbat manfiymi? Manfiymi? Bunda ham manfiy. Demak, bundan 3 minus 8 va nima? 5 minus x chiqadi. Hosilasi minus 1 minus 1. Javob nima ekan? Minus 2 ekan. Tushunarlimi? Keyingisi 0 ni qo'ysak, bittasi musbat, bittasi manfiy. 8 minus 2, bunisi bu o'zi chiqadimi? Minus x minus 2 bo'ldi. Shunda javob minus 2x dan hosil nimani beradi? Minus 2 ni beradi. 0 ni qo'yib bo'lmaydi oxirida. Keyingisi 1 ni qo'ysak, musbat manfiymi? Yo'q, 1 ni qo'ysak 0 ga teng. 0 ni hosilasi mavjud emas. Buni javobi mavjud emas bo'ladi. Birni olib borib qo'yamiz. Keyingisida xo'p, buni nima qilamiz? Hosilamiz. 2 ta sinus 3x ko'paygan cosinus 3x 3 dan hosil bunday bo'ladimi? Javob nima bo'ldi bu? 3 ta sinus 6x. Pi taqsim nechini qo'yishimiz kerak? 3 ni. Demak, javob 3 ta sinus pi 2pi mi? 2pi da nimaga teng? 0 ga teng. Javob nima bo'layapti? 0 bo'layapti. Tushunarlimi? Keyingisi ham. Hosil olamiz. Hosil olsak 2 ta cosinus 3x ko'paygan minus sinus 3x. Ko'paygan 3. Shunda javob minus sinus 6x ko'paygan 3. Bunda qiymat nimaga teng? Pi taqsim 6, to'g'rimi? Pi bilan sinus pi dan 0 mi? Javob 0 bo'ladi.
Tushunarlimi yo'qmi? Kimga tushunarsiz bo'ldi? Xo'p, keyingisi qaranglar. Bu 1/4 ta bo'lib ketadimi? 4-daraja bo'lsa, 16 ko'paygan sinus 2x ko'paygan kosinus 2x ni 4-darajasidan bo'ladimi yo'qmi? Shunda bu nimani beradi? Savol. 1/2 ta sinus 4x ni 4-da 4 ta'sir qildiramiz. 16 ko'paygan 1/16 da sinus 4x ni 4x nechinchi darajasi? 4x ni 4-darajasi bor. Shunda buni qiymati qisqarib ketsa, sinus 4-darajada 4x bo'ladimi? Hosil olamiz. 4 ta sinus 4x ko'paygan kosinus kuba ko'paygan kosinus necha bo'ladi? Kosinus 4x ko'paygan yana 4 bo'ladi. Nimani qo'yib chiqamiz? Pi taqsim 16. Sinus pi taqsim 16 ni qo'ysak nima bo'ladi? Pi taqsim 4 mi? 45 gradusda 4 ko'paygan 1 taqsim izosi 2 ni nimasi bo'ladi? Kub bo'ladimi? Ko'paygan bu ham 1 taqsim izosi 2. Ko'paygan 4. Bu necha degan? Nima deysan? Shu izosi 2 taqsim 2 degan. Shunda 4 ko'paygan, buni hisoblasak 1 taqsim 4 bo'ladi, ko'paygan 4, javob ne chiqadi? 4 chiqadi. Nima chiqqan? Kim tushunmay qoldi? Hamma tushundimi? Savollar bormi? Shuni ishlab ko'rlar qani shu misol. Xo'p, 68. Xo'sh. Kosinus 2x dan hosila. Kosinus kvadrati x dan hosila. Nimani beradi? Mana tepadan hosil olamiz-da. Bo'linma hosil. Bo'linmani qilyapman-da. 2 ta kosinus x ko'paygan minus sinus x. Ko'paygan yana kosinus x ni kvadrati. Minus shunaqa bo'ladi-da. Mana buni o'z pasini ko'paytirish kerak-ku. Mana tepadan oldik hosillar mana. Minus endi nima bo'ladi? Kosinus kvadrati x ko'paygan. Xo'p. Kosinus sinus de. Minus sinus x ni kvadrati ko'paygan 2x. Bo'ldi-yu, boshqa olinmaydi. Taqsim kosinus kvadrat x ni kvadrat. Shunda nima qilgan? 0 qo'yamizmi? Kosinus 0 bu 0 ni qo'ysak 0 0 tepa 0. Javob 0 mi? Zo'r ekan. Ket keyingisi. Oho, ana. Hosil olishimiz kerak. Darajani tushiramiz 2 ta kosinus pi taqsim 4 tangens pi taqsim 4x taqsim 4, to'g'rimi? Ko'paygan. Kosinus x dan hosila. Sinusni beradimi? Minusda beradi. Minus sinus x, ya'ni pi taqsim 4 tangens pi x taqsim 4. Ana, ko'paygan. Endi nimadan hosilamiz? Ichkaridan hosila. Ichkaridan hosil tangens pi mana bundan hosil nimani beradi? Pi taqsim 4 turadimi? Ketmaydi. Pi taqsim 4 ko'paygan 1 taqsim kosinusda. Kosinus kvadrat pi x taqsim 4. To'g'rimi? Yo'q, ketmaydi. Ketmaydi bu narsa. Ko'paygan endi ichkaridan hosila. Pi x taqsim 4 dan hosila pi taqsim 4. Oho, ana. Nimani qo'yib chiqib deyapti? 1 ni qo'y deyaptimi? 0 ekanda javob to'g'rimi? 1 ni qo'ysak bu nimaga teng? 1 bo'ladimi? Mana 1 bo'ldi. Bu min 2 ta kosinus pi taqsim 4 bo'ldi. Ko'paygan.
Minusmi? Minus sinus pi taqsim 4 bo'ladimi deyman, a? To'g'rimi? Ko'paygan. Keyingisichi? 1 ni qo'ysak javobimi? 1 ni qo'ysak 45 gradus. Kosinus 45 gradusda. Bir taqsim 2 bo'ladi-da. To'g'rimi? Hadi tepaga chiqmay tursin. Yana ko'paygan pi taqsim javob pi kvadratli bormi? Ha, bor. Xo'p, endi shunda bundan nima chiqadi? Minus 1 mi bu? Minus 1. Minus 1 ko'paygan. Bu bilan bu qisqarsa 8 ta bo'ladi. Pi kvadrat taqsim 8. Minus pi kvadrat taqsim 8 chiqdi. To'g'ri chiqdimi? Yehe, hammasi olib chiqish kerak ekanda. Ko'zlaringga ko'ringan narsa olish kerak ekan aslida. Tushunarlimi? Keyingisi. Xo'p, 70. Qanday ishlaymiz buni? Hammasidan hosil chiqamiz-da. Ketdi kosinusdan hosila. Minus sinus tangens 4x. Ichkaridan hosila. Kosinus tangens 4x. Tangens 4x dan hosila. 1 taqsim kosinus 4x dan hosila 4. Pi taqsim 4 ni qo'ysakchi. Sinus tangens pi da nimaga teng? Aniqmi? Yo'q deydi. 0 ga teng. Sinus 0 da? 0. Bu ham 0. Javob 0. Baholaring 0. Kim tushunmadi? Keyingisi 71. Arctangens x dan hosila. 1 taqsim x kvadrat plus 1. Plus 1 taqsim 2x kvadrati, katanginsa bu minus chiqa oldi. Minus 1 taqsim 2x kvadrati plus 1. Ko'paygan nimasi ham bo'ladi buni? X ham bo'ladi. 1 ni qo'yamiz. 1 taqsim 2 minus 1 ni qo'ysang 1 taqsim 5 emasmi? Ko'paygan x. Demak 1 taqsim 2 dan ayirasan 2 taqsim 5 ni. Bundan 5, bundan 2. Demak javob 1 taqsim 12. Tushunarlimi? Keyingisi 72. Xo'p. Arctangens kosinus 2x dan hosila nimani beradi? 1 taqsim kosinus kvadrat 2x plus 1 ko'paygan. Yo'q, sinus 2x minus tami? Ko'paygan 2. Nimani qo'yamiz? Pi taqsim 8 ni. 45 gradus bo'lar emas. 45 gradusni kvadrat ko'paytirsak 1 taqsim 2 mi? Plus 1. Ko'paygan minus bunisichi ilizasi 2 taqsim 2 ko'paygan 2. Shunda 2 taqsim 3 ko'paygan minus ilizasi 2 taqsim 2 ko'paygan 2. Bu bilan bu qisqarib ketsa minus 2 ilizasi 2 taqsim necha bo'ladi ekan? 3. To'g'ri chiqdimi? Keyingisi 73. Xo'p, arctangens hosilasi 1 taqsim 5x kvadrat minus 1 ni kvadrati plus 1 ko'paygan hosilasi 10x ni o'zi. To'g'rimi? 1 ni qo'ysak 10 taqsim 1 ni qo'ysak 5 4 ni kvadrati 17 mi deyman? 10 taqsim 17 mi javob? Keyingisi qanday ishlaymiz? 2 ta ln 6x plus 2
1 taqsim 6x plus 2 ko'paygan 6. Nimani qo'yamiz? 1 ni qo'ysak, nima bo'ladi? 2 ta ln 8, 1 taqsim 8 6. Bu bilan bu qisqarsa 4, bu bilan bu qisqarsa 2 3. 3 taqsim 2 ln 8. Bu oldiga tushib kelsa 3 bo'lsa 9 taqsim 2 ln 2. Qaysi javob? Shu bormi? Bo'ldi. Keyingisi. Vaqtimiz ko'pmi hali? 18 minutga 25 ta misol. Bo'ladi. Qaraymiz, nima qilamiz buni? Xo'p. Hosila. Logaritm x asos ko'ra bo'lsa nima bo'ladi? 1 taqsim 4 logaritm 3 asos ko'ra x ni kvadrati minus 3 ko'paygan ln 3. Yo'q, 3. Endi ichidan hosila 4 dan hosila 0, bundan hosila 1 taqsim x kvadrat minus 3 ln 3 ko'paygan. Ichkaridan hosila nima bo'ladi? 2x bo'ladi. Bo'ldi. 2 ni qo'yib chiqishimiz kerak. 2 ni qo'ysak. Xo'p, mana bu yerda 1 mi 0 mi deyman, ha? 0. 1 taqsim 4 ko'paygan ln 3 ko'paygan. Xo'p, 2 ni qo'ysak 1 ln 3 ni o'zi. Ko'paygan 2 ni qo'ysam 4. Shunda javob bu bilan bu qisqarib ketsa 1 taqsim ln kvadrat 3. Shunaqa chiqqanmi? Tushunarlimi yo'qmi? Keyingisi 76. Xo'sh, hosilasi y darajasi 2x ko'paygan 2 minus 5x ln 5. 0 ni qo'ysak y 0 ko'paygan 2 minus 5 0 ln 5. Shu 2 minus ln 5 ekan. Oson ekan-a bunisi. Keyingisi hosilasi y x ni kvadrat minus 1 2x ni o'zi. 2 ni qo'ysak ln 3 4 4 ln 3, to'g'rimi? Keyingisi hosil olamiz. Y darajasi ko'paytmani hosilasi y darajasi minus x kvadrat minus 2x ko'paygan minus 2x minus 2. To'g'rimi? Ko'paygan 3x ni kvadrati minus 1 ni o'zi. Minus plus y darajasi minus x ni kvadrat minus 2x ko'paygan hosilasi 6x ni o'zi. 0 ni qo'ysak bu yoq 0 ga teng. Keyingisiga 0 ni qo'ysam mana bu yer ln 0 bo'ladi. Bunisi 0 ni qo'ysam minus 2 bo'ladi, keyingisi minus 1 bo'ladi. Javob 2 bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi 79. Oho, vaqt qiyin. Qaraymiz. Hosil olamiz. 3x ni kvadrat minus 4 ko'paygan ln 3. Endi darajadan hosila 2x. 0 ni qo'ysam nimaga teng bo'ladi shu? Shu 0 ketdi, kerak emas. Keyingisigachi 1 taqsim 3x ni kvadrat plus 1 ln 3 ko'paygan 6x. 0 ni qo'ysak shu 0 kerak emas. Hosilasi minus sinus y darajasi x ko'paygan y x. Bo'ldi. Hosilasi nimaga teng? Minus sinus 1 mi? Xo'p, keyingisi kosinus 2 hosilasi y darajasi kosinus x ko'paygan kosinus x dan hosila minus sinus x deb beradi. Bunga 0 ni qo'ysak bu yoq 0 mi deyman, ha? Bunga 0 ni qo'ysam minus sinus 1 bo'lar ekan. Javob shundaymi?
Yaxshi. Keyingisi. Oho. Buni qanday ishlaymiz? A? Yo, bu degani 3 ln x ko'paygan ln 3. Endi tepadan olamiz. 1 taqsim ln x, ln x dan hosila yana 1 taqsim x. Plus bundan hosila kub ln kvadrat kub ln kvadrat x ko'paygan 1 taqsim x. Nimani qo'yib chiqamiz? 1 taqsim y ni qo'yib chiqsak. Bu 1 mi? ln 1 0 mi? 3 0 1 deganimi? ln 3 qoldi. Bu nima degani? ln y 1 deganimi? Bu 1 taqsim y. Plus bu y degani 1 degani 3. 3 1 taqsim y bo'ldi. 1 taqsim y ni chiqarib olsak, ln 3 plus 3. To'g'ri chiqdimi? ln kvadratdan ham. Ha? Tushunmam. Y kvadrat tushirdik kubi. Qarang, ln y-da 1 bo'ldi, 1 kvadrat. Kubida To'g'ri, ln y da tushundingmi? Quyidagi funksiyani xoslasini toping degan. Buni boya ishlamagan odamlar. Buni qanaqadir y deb belgilab olamiz. Lnlayman ikki tarafdan. ln x barobar ln y bo'ladi. Ikkala tarafdan ham hosil olam. Buni x oldiga tushirsam bo'ladimi? X ko'paygan ln x barobar ln y. Hosil olaman. Ko'paytmani hosilasi. X dan hosila. O'zi, ya'ni ln x o'zi bo'ladimi? ln x plus x ko'paygan 1 taqsim x barobar. Buni hosilasi 1 taqsim y ko'paygan y dan hosila, to'g'rimi? Shunda bu bilan bu qisqarib ketsa, y bu yoq ko'payishga o'tkazsam, y dan hosila teng nimaga bo'ladi? ln x plus 1 ko'paygan y. Y joyiga nimani qo'ysam bo'ladi? Aha, y dan hosila ln x plus 1 ko'paygan x darajasi x. Mana misol aytishim. Tushunarlimi? Qara. Shuni qaytadan boshlab ko'ramiz. Xo'p, demak, mana qaraymiz. Birinchi buni ishlashni o'rgataman. Buni ishlash uchun sizlar buni qanaqadir y barobar x darajasi 2x deb olsak, biz ikkala tarafda ham nima qilsak bo'ladi? Lnlab yuboramiz. Shunda ln y barobar ln x darajasi 2x bo'ladimi? Shunda ikkala tarafdan nima olamiz? Hosil olamiz. ln y dan hosilasi 1 taqsim y ko'paygan y dan hosilasi barobar mana bu 2x oldiga tushib keladimi? 2x ko'paygan ln x dan nimasini olishimiz kerak? Hosilasini olishimiz kerak. Buni hosilasi nima bo'ladi? ln 2x plus 2x ko'paygan 1 taqsim x mi? Shunda y dan hosila taqsim y barobar nima bo'lar ekan? 2 ln x plus 2 bo'lar ekanmi? Y mana bu yoq ko'payadi. Ko'paysa y dan hosila teng bo'ladi y ko'paygan 2 ln x plus 2 bo'ladi. Y dan nimani joyiga qo'yamiz? Demak, y dan hosila teng x ni 2x'inchisi ko'paygan 2 ln x plus 2 degan javoblaring to'g'ri bo'ladi. Shuni ham bilmay o'tiribsizlar. Osonligini qaranglar buni. Qolgani keyingi misol ham xuddi shunaqa. Mana shuni ishlolmalang. Xo'p, bu nima deymiz? Y x darajasi sinus x deymiz. Hosila lnlaymiz. ln y
barobar nima bo'ladi? ln x darajasi sinus x mi? Demak, ln y barobar sinus x ko'paygan ln x bo'ladimi? Endi mana shunda hosilamiz. Y taqsim nima bo'ladi? Yo, y hosilasi ko'paygan 1 taqsim y, to'g'rimi? Shunda bundan hosilasi cosinus x ko'paygan ln x plus sinus x ko'paygan 1 taqsim x. Shunda buni hosilasini topishimiz kerak. Y dan hosila teng bo'ladi x sinus x cosinus x ln x plus sinus x taqsim x. Qaysi biringda to'g'ri? Hayotda to'g'ri emas. Hayotda to'g'ri emas ikkalangda. X sinus x ko'paytiriladi. Hayotda to'g'ri emas. Baraka topib ko'r, to'g'ri emas, o'tirasan. Bir taqsimni ko'rdim men sizlarda. Noto'g'rimi? Yo'q, y strix teng bo'ladi shu. Bir taqsim bo'lmasa kerak bu. Men bir taqsim y teng bo'ladi, bir taqsim shunga. Men bunaqa javob chiqdimi senda yo'qmi? X sinus x. Bo'ldi. Men senikini ko'rdim. Men bundan ko'chirding Alibekdan. Bir taqsim qilib nimadir qilib qo'yding. Bundan ham qaraganim yo'q, yo'qda turibdi. Bu ham ikkalangan bir taqsim qilgansan. Qayerdan y strix yozmay ketdi. Ben y topmanda hosilasini ko'paytirib qo'yishim. Ya. Hosil o'tirasan, jim o'tirasan. Bilmaysan, xo'r kar qilasan. Bilmaysan, u biladigan odam bittada ishlaydi. Bittada. Unaqa edi, bunaqa edi o'tirmaydi. Mana o'rgataman, qara, o'rgan. Y barobar x cosinus x mi? Miyalaring quyilsin shu misol bugun. Chiqsin shu savol bugun 28 kirgazlaringda. ln y deymiz barobar ln x darajasi cosinus x deymizmi? Cosinus x tushirib olsak, cosinus x ko'paygan ln x bo'ladimi? Hosilamiz. 1 taqsim y ko'paygan y dan hosila barobar cosinus x hosilasi minus sinus x ko'paygan ln x plus cosinus x o'zi ko'paygan nima bo'ladi? 1 taqsim x bo'ladi. Shunda y dan hosila y ko'paygan deb mana bu ifoda boshlanadimi? Y joyiga nimani qo'ysak bo'ladi? Y joyiga y dan hosila teng bo'ladi. X cosinus x minus sinus x ln x plus cosinus x ko'paygan 1 taqsim x mi? Tushunarlimi? Bundan keyin gruppaga ham hammang olib qolamanmi deyman, ha? Hammang qolasanmi deyman, ha? Shunday esda qo'ygan, bo'lmasa ishlolmading ham. To'g'rimi? Y barobar nima deymiz? X ln x deymiz. Lnlaymiz. Ln y barobar ln x darajasi ln x bo'ladi. Tushirib olsak ln x ko'pni nimasi bo'ladi? Ko'paygan ln x bo'ladi. Yoki ln x da ln x ni kvadrati bo'ladi. Hosil olamiz. 1 taqsim y ko'paygan y dan hosila barobar 2 darajasi ln x ko'paygan 1 taqsim x mi? Anoda hosilasi y dan hosila teng bo'ladi. Y o'zi x ln x ko'paygan 2 ln x ko'paygan 1 taqsim x. Mana misol ichim. Funksiyani berilgan nuqtadagi hosilasini toping degan. Ya'ni funksiyada hozirgidek hosilat nima qo'yish kerak? Y ni qo'yish kerak. Demak, y barobar demak nima bo'ladi? Y barobar ln x darajasi x bo'lsa, x tushirib olsak, x ko'paygan ln x bo'lsa, hosil olib chiqamiz. Xo'p, 1 taqsim y ko'paygan y dan hosila teng bo'ladi ln x plus 1 bo'lib qoladi-da, to'g'rimi? Demak, y dan hosila teng bo'ladi y ko'paygan ln x plus 1 bo'ladi. Y joyiga nimani qo'yamiz? X darajasi x ni qo'yamiz. X darajasi x ko'paygan ln x plus 1 bo'ladi. Joyiga nimani qo'yib chiqamiz? Y ni. Y darajasi y ln y plus 1. Demak, 2 ta y darajasi y bo'lar ekan. To'g'rimi? Ketdik. 87-misol. Buni hosilasi nechi qo'ydi aytib yuboringlar? Buni hosilasi
x ni 2x'inchisi 2 ln x plus 2. Y'ni qo'yib chiqsak, y darajasi 2y 2 plus 2 4 bo'lar ekan. Behruz aytishi bo'yicha. Bilmaymiz ekanda biz. Ha. Xo'p. Buni boya ishlab berdimmi? Hosilasini olib o'zlarini qo'yasizlar. Buni ham ishlab berdim. Hosil olib pi taqsim 2 ni qo'yib chiqish kerak. Buni ham hosil olib pi ni qo'yib yuborish kerak o'rniga. Xo'p, endi bundan hosil olib nechini qo'yish kerak? Lekin mana shu joyini ham bilmaydi ko'pchilik. Mana fx dan hosilozlaring yana qo'shimcha ikkisiga ham ichkariga ham ko'paytirish kerak. Shuni bilarmidlar yo'qmi? Ista yo'q, bilmaysizlar. 4x kubi plus 2x kvadrati plus 6x minus 2 bo'ladi. 2 ni qo'yib chiqsak, 2 ni topish uchun nimani qo'yamiz? 1 ni qo'yamizmi? 1 ni qo'yamiz. 4 plus 2 plus 6 minus 2. Qisqardi, 10 bo'ldi. 10 da 2 ga bo'lsak, hosil olib 2 ni qo'ysak 5 bo'ldi. Kim tushunmadi? Mana Kim tushunmadi shuni? Nimaga 1 da qo'ygan bilasizlarmi, Usmon? Sardor? Bilasanmi yo'qmi? Bilmaysan u. Sen bilmasang kerak nima uchun 2 ni qo'yganmi? Ha? Nima uchun 1 ni qo'ygan bilasanmi? Ana, ko'rdingmi? Bilaman-da, qara. f2 ni topishing uchun x o'rniga 1 ni qo'yishing kerak. Tushundingmi? Shunda ana hoslar 2 bor-ku. Ha. O'sha chiqishi uchun birorta son qo'yish kerak, to'g'rimi? Shunday. Ya xudo. Qaysi biring ish olasan shuni? Hech qaysini ish olmaysan. Hosila olamiz. X kubi plus 2 teng deb yozib ketamizmi? Ha, nima qilamiz? 3x kvadrati barobar 3x kvadrati minus 1 bilan 10 chiqishi uchun nechini qo'yishimiz kerak? Said. Qayerdan bilding? O ana. Hosil olsak 8 plus 2 2 ni qo'ysak 12 bo'ladimi? 2 ni qo'ysak 4 11 bo'ladimi? F hosila 10 nechi bo'ladi? 11 taqsim 12 bo'ladi. Keyingisi hosil olamiz ikki tarafdan ham. F hosila 3x plus 5 teng bo'ladi. Ko'paygan 3 teng. J hosila 2x minus 1 teng bo'ladi. X ni kvadrat minus x plus 2 ko'paygan 2x minus 1. F 5 chiqishi uchun nechini qo'yamiz? Xato ketmadi. Endi 0 qo'yamiz. 5 ko'paygan 3 J 2 minus 1. Buning qiymati 3 ga teng 9. Nima bo'ladi ekan Behruz? Ayta olmay qoldingmi deyman? Demayapsan-ku. Deb turda. Keyingisi o ana. Nechta bu hosil olishimiz kerak? Birinchi turdan oldik. 1 plus x darajasi x ning kvadratining kubi bo'ladi. Ko'paygan. Ichkaridan hosilamiz. Birda hosilasini o'rgating, buni hosilasi 3 ko'paygan x darajasi x ning kvadratining kvadrati bo'ldi. Endi ko'paytiramiz. Ichkaridan hosilasak 1 plus 2x bo'ldi. Bo'ldimi? 1 ni qo'yib chiqamiz. 4 ko'paygan 1 ni qo'ysam 2 bo'ladi, 2 ning kubi 8 bo'ladi, 8 ni 1 ni qo'ysam 9 bo'ladi. 9 ning kubi bo'ldi. Kalkulyator olib turinglar. Xo'p, 3 ko'paygan bo'ladi, 1 ni qo'ysak necha bo'ladi? 2, 4 bo'ladimi? Ko'paygan undachi 3 bo'ladi. Hisoblab berasizlar endi.
A 104.976. 104.976. Tushundikmi yo'qmi? Xo'sh, u ana. Gx teng fx ichida yana fx bo'lsa, hosil olib 0 deb qo'ysak, bundan o'zini 0 deb qo'yganimiz bilan teng bo'ladi. Demak, birinchi gx da hosil 0 deb qo'ysak nima bo'ladi? J 0 f 0 bo'lib qoladimi? F 0 ga teng bo'lib qoladi. Endi hosil olaylik. J dan hosila teng bo'ladi. Mana buni o'zi f hosila x fx ko'paygan ichkaridan hosila. Ko'paytmani hosilasi fx plus x ni o'zi fx dan nima? Hosila. Bo'ldimi? Xo'p, 0 deb qo'ysak, j 0 teng bo'ladi. 0 deb qo'ysam f hosila 0 mi? To'g'rimi? Ko'paygan f ni 0 o'zi plus 0 deb qo'ysam nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Shundan xo'p. Mana buni qiymat necha? 4 4 16. Hosilat 0 deb qo'ysak necha bo'lar ekan? 16 bo'lar ekan. Shuni bilmasligingga aniq. Bilasizmi sizlar? Keyin misol ishlab ko'ramiz agar qiyin bo'lsa. To'xtanglar-da. Bilmaysanmi? Jim o'tiringlar. Hosila olishimiz kerak. Hosila olsak mana bundan ikkita nima bo'ladi? f' x plus f hosila pi taqsim 2 minus x ko'paygan minus 1 ni oldiga chiqarib qo'yamiz. Barobar tangent x dan hosil nimaga teng? Said. To'pol. 1 taqsim cosinus kvadrat x ga teng. Nimani qo'yamiz? Pi taqsim 4 ni qo'yamiz. Demak, ikkita f pi taqsim 4 minus f pi taqsim 2 dan pi taqsim 4 ga bersak nima bo'ladi? Pi taqsim 4 ni o'zini beradi. 1 taqsim pi taqsim 4 da kosinusda. Ilzosi 2 taqsim 2 mi? Kvadrati 1 taqsim 2 bo'ladi. Shunda f hosila pi taqsim 4 nimani berar ekan? 2 ni berar ekan. O'shani toping degan. To'g'rimi? To'xta, javohir misol ishlab ko'rgisi kelyapti. Shuni ishlagani? Davay. Javohir. Xo'p, 97. Demak, buni 10-tartibli hosilasini toping deyaptimi? Agar bitta funksiyadan hosila olsalaring, qaranglar. Funksiyadan bitta hosila olinsa, bu 2 ln 2x bo'ladi-da. Shuni 10 marta olib chiqsalaring, 10-tartibli hosilasi bu 2 ni 10-si ko'paygan y darajasi 2x bo'ladi, javohir. Tushundingmi? Ha, endi tushundi u. Bilmasmiding? Foydamikan? Ko'rdingmi? Men bilmagan narsalarni bilaman-ku. Xo'p, ko'paytmani hosilasi fx ni f 3x minus 2 plus x ni o'zi f ichkaridan hosilasi nimaga teng bo'ladi? 3 ga teng bo'ladi. Bu tarafda hosilasi 12x ni kvadrati minus 12x plus 5 bo'ladi. Nechini qo'yib chiqamiz? F nechi bo'ladi 1 ni qo'ysak? F1 plus 1 ni qo'ysak F hosila 1 teng bo'ladi, to'g'rimi? Ko'paygan nechi bo'ladi? Ko'paygan 3 ham bor, teng 1 ni qo'ysak 5 mi? Mana buni joyiga 1 ni qo'yib yuboraman. Shunda nima bo'ladi? F1 barobar 1 ni qo'ysak 9 3 1 bo'ladi ekan. F1 ni qiymati ham nimaga teng ekan? Mana bu joyiga nimani qo'yamiz? 1 plus F1 ko'paygan 3 teng 5 bo'lsa, F1 topib qo'ysak necha bo'ladi? 4 taqsim 3 bo'ladi. To'g'ri chiqdimi? Tekshirib qo'yaver. Ko'ryapsizlarmi? Bilmaysizlar desam. Mana shuni ham bilmaysizlar, mana shuni ham. Biz nimani toping deyapti? A1 toping deyapti, to'g'rimi? Funksiyadan hosila olsak, nima bo'ladi? 12 1 plus 2x 11 ko'paygan 2 teng bo'ladi. Mana yo'qolib ketadi. A1
plus nima bo'ladi? A2x va hokazo ketaveradi. 12 A2 A12 x ni 11-si bo'ladi, to'g'rimi? Mana buni topish uchun x ni o'rniga nima qo'yiladi? 0 qo'yiladi, to'g'rimi? 0 ni qo'ysak 24 teng A1 ga bo'ladi, tamom. Bilmasmidlaring? To'g'rimi yo'qmi? Rostdan. Bilarmidlaring? Ko'p xat bo'lsa x minus 2 ni qoldiqsiz bo'linsa nimani toping deyapti? A ni toping deyapti. Nima qilamiz? X minus 2 ga qoldiqsiz bo'linsin desa. A? Hozirmi? Qoldiqsiz bo'linsa nima qilamiz endi? Shuni nolga tenglashaylikda bo'linadigan son. Bo'luvchi. Nolga tenglish kerak a? Mana buni bunday deymiz. X kvadrat minus 2x plus 1 teng 0 deymiz. A? Ha, x o'rniga 1 ni qo'ysak nimaga teng bo'ladi? To'g'ri. 1 ni qo'ysak 4 minus 5 minus 3 plus a plus b plus 6 bo'ladi, to'g'rimi? Shunda p ni o'rniga 1 ni qo'ysak nimani beradi? A plus b xo'p minus 8 12 mi deyman? Plus 2 mi? 1 ni qo'ysak, funksiyani mana shu x o'rniga 1 ni qo'ysak, bu nimaga teng bo'ladi? 0 ga teng bo'lishi kerak-da, to'g'rimi? 0 ga teng bo'lishi kerak. Qoldiqsiz bo'linadi deyapti, to'g'rimi? A plus b nechiga teng ekan? Minus 2 ga teng. Tushundikmi yo'qmi shu joyini? Tushunmalang. Rostini aytinglar. Rostini aytinglar. Nima qildim? Muhammad Amin? Tushunmay qoldim shu. Nima qildim Nurislom? Nima uchun 1 qo'ydim? A? Nimaga unday bo'lishi kerak? Nima uchun? Nima uchun? Qoldiqsiz bo'linishi. Ha, qoldiqsiz bo'linishi, qara. Tushunmay o'tiribdi-da bechara. Mana bu 2 bo'lganda 2 ni qo'yarding. Tushundingmi? 8 bo'lganda 8 ni qo'yib 0 ga tenglarding. Hozir 1 ni qo'yib 0 ga tenglayapmiz. A plus b chiqib kelyapti. Endi bitta hosila olib ko'rsak. Funksiyadan hosila olsak ham 1 ni qo'ysak ham 0 bo'lishi kerakmi? To'g'rimi yo'qmi? Chunki mana qarang, tasavvur qilinglar, funksiya x minus 2 ning kvadratiga bo'linadigan, misol uchun 7-darajasi plus nimadir bo'lib turadimi? Funksiyadan hosil olsalaring mana 7 oldiga tushib keladimi? Yana x minus 2 ga bo'linib qoladimi? Misol uchun deyapman-da. Endi shuning uchun bitta hosil olib 1 ni qo'ysak ham nechiga bo'linadi? Bari mana shunga bo'linadigan son bo'lib qolishi kerak, to'g'rimi? Hosil olsak p x barobar 28x ni 6-si minus 25x ni 4-si minus 12x ni kubi plus 2 ta ax plus b. Hosil nimani qo'yamiz endi? 1 ni qo'ysak. 1 ni qo'ysak. 1 ni qo'ysam 28 minus 25 minus 12 plus 2a plus b bo'ladi. Demak, 0 ga tenglashimiz kerak buni. 0 ga tenglasak nimani beradi? 2a plus b teng u tarafga o'tkazsak 9 ga bo'ladi. Nima qilaman bularni? Ayirib olsam a teng 11 ga bo'ladi. To'g'ri javob chiqdimi? To'g'ri tekshiryapti. Tekshiryapsanmi o'zing? Ha, o'rganib oldingmi? Tushunmangmi? Nima uchun yana 1 ni qo'yganimda tushunmasalaring, bu misolni ishlashdan foyda yo'q. Nima uchun hosil 1 ni qo'yganimda? Shunday fikrlashni o'rganish kerak-da odam. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, keyingisi hosil olamiz. F hosila nimani beradi? 2x plus 6 ko'paygan 2 teng hosil olamiz. 12x kubi plus 18x kvadrati plus 2 ta ax plus 4 deb beradi, to'g'rimi?
x o'rniga nimani qo'yib chiqsak bo'ladi? -1 ni. F -1 ni qo'ysam, -1 ni qo'ysam nimani beradi? -12 plus 18 plus 2a -2a plus 4. Nechiga teng buni qiymati? 3 ga teng 6 bo'ldi. Bu yoq hisoblab beringlar, 6 bo'ldi. Demak, a teng 2 bo'lar ekanda birdan. Yo, xatomi? Mana bu 3 bilan 6 bo'ladimi? Bunisi necha bo'ladi? 6 bo'ladi. -2 ta a plus 4 bo'ladi. Nima deding? Qisqarib ketadi-da, mana bu yoqqa o'tsa 2a teng 4 ga, a teng 2 dedimmi boya? Men hisoblab qo'ydim uni. Tushunmadingmi? Nechta misol qoldi? 3 ta misol qoldi. Ishlatolmaysizlar shuni baribir. Hosil olsak, ikki tarafdan ham hosili bo'ladimi yo bo'linmani hosilasi qilamizmi? Ha, bo'pti. Fx teng bo'ladi ko'paytmani hosilasi. Birinchisini hosilasi 4x - 3 ko'paygan jx o'zi plus keyingi navbatda jx dan hosila nima bo'ladi? 4x - 3 bo'ladi. 2 ni qo'yishimiz kerak. Hosil bo'ldikmi? 2x ni kvadrati -3x plus 1 bo'ladi. Endi nimani qo'yamiz? 2 ni qo'yib yuborsak. Teng 2 ni qo'ysam 5 mi? F2 jim turgansin. J2 2 ni qo'ysak 8 6 2 3 mi? Endi funksiyani o'rniga nimani qo'yamiz? Qiymatlar berganmi yo'qmi? F2 ni qo'ysak 2 ni qo'ysak mana bu necha bo'ladi bu? 2 6 3 ta J2 mi? J2 ni berganmi? Ha, 6 bo'lsa J2 necha bo'ladi? 2 ga teng bo'ladi. Qo'yamiz. Hosil olsak, shuni o'zi toping degana. Xo'p, bu necha bo'ladi? 10 bo'ldi. Plus buchi 3 bo'ldi. Javob 13 bo'ldi. Xo'p, demak, bundan nima qilishimiz kerak deyapti? Hosil olsak, j hosilasi x barobar nima bo'ladi? 4 ta f hosila 2x plus 1 ko'paygan 2 bo'ladi. Hosil olib nimani qo'yishimiz kerak deyapti? 3 ni qo'yishimiz kerakmi? 1 ni qo'ysak, j1 teng bo'ladi 4 ta f 3 ko'paygan 2. Javob necha bo'ladi? 8 40 mi? 40 mi deyapman, ha? Bu osonlashdi. Keyingi misol. Xo'p, hosil olsak, f hosila x barobar 2x plus j hosila 4x minus 3 ko'paygan 4. Xo'p, 2 ni qo'ysak, f hosila 2 teng bo'ladi 4 ta plus j5 mi deyman, ha? j5 ko'paygan 4. Buni qiymati 3 12 16 bo'lar ekan. Keyingi misol. Xo'p, funksiyalar uchun shu narsalar o'rinli bo'lsa, f0 toping deyapti. Bitta hosil olaylik, qani keyin ko'ramizda. Hosil olsak, bu birinchi darajani hosilasi. Tushunyapsizmi? Darajani hosili, endi ichkaridan hosila plus 1. Funksiyalar uchun shu narsa o'rin bo'lsa, nimani qo'yamiz? Hammasini o'rniga 0 ni qo'yamizmi? F 0 teng bo'ladi
3ta j kvadrat 1 ko'paygan nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Ustoz, yana shtrixa bo'lib Nima degan? darajadan oldingiz masalan. Mhm. Keyin o'zi bor. O'zidan nima olish kerak a? Shtrixa bo'ladi. Shundaymi? Nolni qo'ysak j hosila 1 bo'ladi. Xo'p. Buni o'zi necha bo'ldi? 3 ko'paygan 1 taqsim 9 ko'paygan 1 ko'paygan 6. 18 2 ekan. To'g'ri chiqdimi? Necha bo'ldi hisob? 189 ballda muddatdan oldin hal qilmoqchi bo'lsangiz, biz sizga matematika, tarix hamda ona tilidan milliy sertifikat kurslarimizda taklif qilamiz. Faqatgina joylar soni cheklangan. Ozgina shoshilib tezroq yozasiz.